Hammaga salom qadrli do'stlar. Bugungi videomizga xush kelibsizlar. Agarda siz kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, videosiga tushib, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugun sizlar bilan men har doimgidek Qurbon Sherdor, siz esa Sherdorbek Vlogs kanalini kuzatib bormoqdasiz. Qadrli do'stlar, bugungi videomiz videosidagi obloshkada ko'rib olganingizdek, bugungi videomiz Telegramning yangi obnovleniyasi va Telegramning yangi obnovleniyasidan keyin chiqqan ba'zi bir yangi funksiyalar haqida, ya'ni Telegram kanallardagi postlar ostiga kommentariyalar yozish haqida bo'ladi va biz unda boshladik. Birinchi navbatda Play Marketga kirib olamiz. Aytgancha do'stlar, agarda siz mana shunday rasmlarni tayyorlashni istasangiz yoki tayyorlashni o'rganmoqchi bo'lsangiz, men sizga ushbu profilni taklif etaman. Bu profil egasi sizga eng arzon va eng qulay narxlarda tayyorlab ham beradi va sizga o'rgatadi ham. Silkasi profil ostida bo'ladi va siz bu rasmlarni tayyorlashni o'rganganingizdan so'ng esa buni kimlargadir masalan zakaz olib pul ishlashingiz ham mumkin va eng qizig'i o'zingizning Telegram kanalingiz bo'lsa Telegram kanalingizga yoki YouTube kanalingiz bo'lsa YouTube kanalingizga qo'yishingiz mumkin. Ya'ni logotip sifatida ishlatishingiz mumkin. Profil egasini silkasini videosida qoldiraman va biz davom etamiz. Ya'ni Telegramingiz skachat qilib bo'lingan, ya'ni sizda o'rnatib bo'lingan bo'lsa ham birinchi navbatda agarda obnovit qilmagan bo'lsangiz Telegramda obnovit qilib olamiz. Telegram yozamiz va ushbu joyda men obnovit qilib bo'lganman. Siz esa ushbu joydan obnovit tugmachasini bosib yangilab olasiz. Yokida sizda unday tugmacha chiqmagan bo'lsa va siz obnovit qilmagan bo'lsangiz qaytadan ustanovka qilishingiz kerak. Ya'ni qaytadan o'rnatishingiz kerak. Yokida siz Telegram emas, ba'zi bir telegraf funksiyalari, telegraf ilovasini ishlasangiz, uni ham obnovit qilib olishingiz kerak bo'ladi. Men o'rnatmaganman va biz boshladik. Birinchi navbatda endi esa Telegramga kirib olamiz. Telegramga kirgandan keyin istagan kanalingizni olib o'zingiz kommentariyada yozib sinab ko'rishingiz mumkin. Masalan, ushbu ushbu kanalni oladigan bo'lsak, ushbu joyda post ostida pro kommentariya degan yozuv chiqqan. Avvallari bu funksiya yo'qdi va ustiga bosamiz. Pro kommentariya ustiga bosamiz va ushbu joyga post ostiga o'z fikringizni qoldiring deb yozamiz. Post ostiga o'z fikringizni yozib qoldiring. Fikringizni yozib qoldiring deb ushbu joydan отправить tugmachasini bosib qo'yamiz. Istasak mana bu yerdan stikerchalar ham qo'shishimiz mumkin va masalan ushbu like belgisini tashlaymiz hozir. Mana shunday stikerchalar istasangiz mana bunday animatsion yoki katta stikerchalar ham tashlashingiz mumkin. Bu chegaralanmagan. Endi esa sinab ko'ramiz. Endi esa kommentariyada ikkita kommentariya mana ko'rsatilgan raqamlari bilan turibdi. Kommentariya bor. Lekin buni bitta minus tarafi bor. Bu agarda sizning do'stingiz yoki ba'zi bir kishilar eski versiyani ishlatadigan bo'lsa, ularda kommentariya degan bo'lim yo'q va siz yozgan kommentariyalar ko'rinmaydi. Eng qizig'i yana bitta minus bor hozircha. Lekin hozircha buni ham to'g'irlashi mumkin, ya'ni yangilanib to'g'irlanadi. Agarda siz postingiz ostiga mana bunday knopkachalar, chiroyli knopkachalar qo'ysangiz, kommentariya yozuvi, ya'ni kommentariya qilib bo'lmaydi. Buning uchun spetsialniy botdan открыть kommentariya qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni bu haqida ham yaqinda video qilaman, buni kuting. Va aytib o'tganimdek, mana bunday pastki knopkachalari bor kanallarga, postlarga siz kommentariya yoza olmaysiz. Bugungi videolarimiz shulardan iborat edi. Agarda videomiz sizga foydasi tekkan bo'lsa yoki yoqgan bo'lsa, videosiga tushib albatta podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Xayr do'stlar.